Skama ikisi normal açık şuna ama birisi vila şuna ama şomerimiz vekşi manvatıdı. Müşür yansı evit koyduğumuzda vekşicik seçilerini kubur aldım. Burada sizden dostlarga kiklar. Yaram yansı evit koyma. Şuna açsan kirket sok. Ondan sonra dostlarga sözün kapıskıda nait okşadık alyansı edimini övdük koy. Bunun kapıskı mı dedik emez, yanxabay mı dedik emez, kallak besey mi dedik emez, zadı qaysı toğru atılıştı. İnkatran izbıqınlar dostlar. Başlap kettik. Deslette kapıskını oturdu çıkıgandan keyin. Endi bunu düm qilib nait inchik to'g'raymiz do'stlar. Qancha inchik to'g'rasak, ko'gansi intan yaxshi chiqdi. Mana nait inchikalarda sir qilib to'g'raymiz. Mana kapuskalarimizni mo to'g'rab tayyor qilib oldik. Mana shunday inchik chiqsa nait o'lchamlik bo'ldi. Kapuskalarimizni to'g'rab bo'lgandan keyin sug'oq bilan chilab qo'yamiz. Birinchi mana shu kapuskadagi mehnat narsalar chiqdi, ikkinchidan kapuskaning churikligi texmi oshadi do'stlar. Shunday to'g'ri intan diqqat qilishimiz kerak. Bundan bu yansayga yana mush vitamin mol bo'lgan savuzdan qilib birinchidan rang o'ynaymiz, ikkinchidan vitamin intan mollashidi. Mana savuzni mo eslab yalpoqdab to'g'raymiz. Savuzni yalpoqdab bo'ldik, endi inchik sir qilib to'g'raymiz. Ay tekshalatda. Savuzni sir qilolmayman deydigan do'stlar qirib tayyor qilib olsanglar bo'ldi. Hozir shunday qolay bo'lib ketdi turmushimizda. Savuzni qirg'ish, yangi yo'q qirg'ish, logo qirg'ish. Eshonkoq bedo bozorda. Shularni foydalansak bo'ldi do'stlar. Mana shu holatda inchikka to'g'raymiz. Ananiki mening mush filmimni ko'rgan oshpaz do'stlarim intan jiqgan. Savol sir to'g'rash tasmi yoki yangi sir to'g'rash tasmi? Qani kim to'g'ri javobini beradi mutasaddilarni kutman. Sözlerimizni mana to'g'rab, ayrim tasvir elib olamiz. Materiallarimizni to'g'ri oldik do'stlar. Endi do'stlarga muhim darslarni beray. Bu shahar qanday yansa bali qilsanglar, juda kishi o'qishtirgan xiyollarni o'rgatadi. Undan so'ng diqqatinglar ekranimda. Old bilan muvofiq qochidan birga Uşaq chanıvagan samsuqimizda mana bir siqim, uşaq to'g'rigan so'ng piyozimizdan buningdimi bir siqim, keska lazdan bir siqim atrofida. Ananın kavacın talqini do'stlar. Shu kavacından soqqan talqindan mana kichik balla qo'shiqda bir yerim qo'shiq atrofida beramiz. Oxirida kunjutdan mana do'stlar, oxirida kunjutdan biroz siqim atrofida beramiz. Endi buni qiziq moy bilan dog'lab, butun namni tezquning xush purqini chiqirib do'stlar. Materialimizni qochiqqa selib tayyor qilib olgandan keyin muvofiq miqdorda qaranglar do'stlar. Yerli qichimaydan 1,5 cho'mich atrofida qo'yib olamiz. Endi maylarimizni qizitib, mayning tushigini elitamiz do'stlar. Biroz qizitib, mayning tushigini elitamiz. Endi buni cho'michga elib akilib, endi mush tayyor qilib olgan materiallarimizni ustiga otirma qo'yamiz. Mana maylarimizni qo'ygandan keyin vashida shunday muzlik purq chiqdi. Endi tetiqlardan nimni beramiz? Diqqatinglar davom ekranimiz olsun. Shangchodan bir yerim qo'shiq atrofida. Mana bu ochiq suv do'stlar. Ochiq suvdan yerim cho'michda azroq holatda qo'yamiz. Qo'yatmanglar do'stlar, chuchuk bo'lib qoldi. Tetiqlardan muvofiq tuzdan bir qo'shiq. Vijindan yerim qo'shiq atrofida do'stlar. Yoqtirmasanglar, beğenmasanglar bo'ldi. Qulab ketmanglar endi vijin. Shikadan 2 qo'shiq atrofida beramiz do'stlar. Materiallarimiz berib qo'ygandan keyin mana cho'kimiz bilan tekshir, aralashtirib, yeyishtiramiz. Yana bir muhim nuqta do'stlar, agarda mush yansayni qizil holatda bali qilmaydi deb qolsanglar, u vaqtlarda 2 qo'shiq atrofida ketaversanglar, rangi shunday qip-qizildek chiroyli chiqadi. Yonbanjini tayyor qilib oldik do'stlar. Endi materiallarimizni suvda suzib pishirib olamiz. Suvimiz muqayinda dastlabda to'yarimizni solamiz. Anandan keyin to'g'ri olgan savuzimizni solamiz. Ağırda çılap tayyor qilib olgan fintiyolarimizni, xunshov fintiyo do'stlar. Xunshov fintiyo ishlatsanlar ta'mindan yaxshi chiqadi. Xunshov fintiyoni mana shunday inchigin tanlaymiz, pek tumni tanlab olmaymiz. Oldindan dasqa sovuq suv elib olamiz. Sovuq suv elib
Qaynatıp bo'lgandan keyin materialni hamini muzdek sovuq suvda o'tkazamiz. Sovuq suvda o'tkazayotgandan keyin materialning chirikligi yo'qolmaydi. Mana qaynatib bo'ldik. Oldikayni 1 minut atrofida qaynatgandan keyin mana qaynoq suv qaynatgandan keyin sovuq suv to'kib muzdek chayqaymiz do'stlar. Muzdek chayqaymiz. Qancha sovuq chayqasak, materialning chirikligi yo'qolmaydi do'stlar. Bu nuqtaga intay diqqat qilishimiz kerak. Qayt yenishlab 2-3 marta chayqasang bo'ladi. Suvda o'tkazilgan do'stlar, mana bu to'g'rab tayyorlagan sigarlarimizni suyni manda ko'ktab o'ylab qolmanglar do'stlar. Mana bu shu sigarlarning xo'chin suv do'stlar. Xo'chin suvni rol ursa, ko'zni ro'shanlashtirish, andan keyin odamning meylisini oshirish, immun kuchini oshirish degandek nurg'un foydali tarafi bor. Buni yuvib chiqaryaptingizku deb qolmanglar. Bu sigarlarning o'zida nihoyat mo'lg'on xo'chin suv bor do'stlar. Shunga buni jiqroq qismal qilib berishimiz kerak. Mana so'sin kapuskimizni selib olamiz. Do'stlar, anamizga oshxonamizga buda yeni bir turkum shagird qabul qilmoqchi. 18 yoshdan yuqori, 25 yoshdan qo'chib turib, mana aloqlashishlar qo'yib etamiz. Yerimini olib qoldik. Buda yo'q balıqlarni davom ishlasak bo'ladi. Qo'yib qo'ygandan keyin oldirmay mana bu shalatda ekşi alashtiramiz. Mana do'stlar, ekşi o'xshagan yansay damda tayyordi. Endi chiroyli taqsiga usuymiz. Nihoyat go'zal ham yeyishlik bo'lgan yansa birdamda tayyordi. Mana do'stlar, oilada polo qilayli yoki atigalik nashtliqqa juda kishi tushadigan yansa birdamda tayyor.